Injiqligingiz ham jonimga tegib ketdi. Faqat bachalar lat qilgan. Faqat mana aytdirmanmi? Stop. Hozirgi kunda onalarning eng katta muammosi sog'lom bola katta qilish. Ammo bugungi kunda aqliy rivojlanishda orqada qolayotgan va nutqida muammosi bor bolalar ko'payib bormoqda. Oytijonlar, endi bularning hech biri muammo emas. To'g'rimi qizim? Bizning markazimizda duduqlanish, alaliya, disgrafiya, dislaliya, ZPR, autizm, bundan tashqari bolalar massaji va onajonlar massaji, bundan tashqari zulut qo'yish xizmati ham mavjud. Bu tema esa aparat g'ijduvonda yagona bo'lib, bolalarning nerv sistemasini rivojlantirishda yordam beradi. Aylanma, ol Saida, ol. Молодец, beshtasha, zo'r. Manzil qayerda deb so'rayapsizmi? Manzil Humo to'yxonasidan kelaverishda, Qolin bozor, suzish havzasining yonginasida logoped. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastda raqam qoldirdik. Bizga obuna bo'lib, pastdagi yurakchani qizartirib qo'yib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim.